Assalomu alaykum. Bolaga baqirishning salbiy oqibatlari haqida suhbatlashamiz. Bolaga baqirish bolada stressni uyg'otadi. Bolaga qichqirishning oqibati bolada xotiraning pasayishi va eslab qolish qobiliyatining yo'qolishiga olib keladi. Ota yoki onaning qichqirig'i farzandda g'azab tuyg'usini uyg'otadi. Bola bu munosabatni ko'rgandan so'ng o'zidan keyingi ukalari yoki singlisiga ham xuddi shunday g'azab bilan munosabatda bo'ladi. Qichqiriq bolani shunchalik qo'rqitishi mumkinki, bolaga kattalarga nisbatan qichqiriq juda yomon ta'sir qiladi. Ota-onalarning qichqirig'i bolada qo'rquv tuyg'usini uyg'otadi. Natijada bola his-tuyg'ularini ko'mib qo'yadi. Buning oqibatida bolada kattalarga nisbatan shafqatsizlik va mehrsizlik tuyg'ulari namoyon bo'ladi. Agar ota-onalar bolaga qichqirsa, u ularga ishonishni to'xtatadi. Ayniqsa, bu o'smirlik davrida juda ham xatarli. U ko'chada muammolardan chiqish yo'lini qidira boshlaydi. Uni xavf-xatarlar kutadi. Alkogol, giyohvandlik va yomon kompaniya. Bolaning irodasi buziladi. U endi tashqi dunyoning tajovuzkorligiga qarshi tura olmaydi. Bunday holda psixologlar bolaning hissiy va irodaviy holati yaxshi emasligini ta'kidlaydilar. Bu juda jiddiy ruhiy kasallik. Ota-onalar farzandlariga ularning yonida qichqirmasliklari kerak. Ota-onalarning harakatlarini bolalar o'zlashtiradi. Farzand ulg'aygach, ota-onasi va boshqa kattalar bilan ham xuddi shunday yo'l tutadi. Farzandingizning hayot kitobiga nimalar deb yozayotganingizga e'tiborliroq bo'ling. Ulg'aygach, bu kitobni birma-bir varaqlab o'qishga majbur bo'lasiz.